Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan aylanib yurib sayohat qilamiz. Har xil moblar bilan urushamiz. Xullas, men Minecraftdaman. Xo'sh, kirdik. Oppali. Bunga tegdi shekilli. Hozir quvlaydi orqamizdan itga o'xshab. Yo, quvlamaydi ekan. To'pponcham o'q tegmayapti. Hop, mana ovqat. Mana bitta ovqat. Ovqat maki. Bu bizimizni yeguligimiz, ya'ni ovqatimiz, go'shtimiz. To'g'ri, cho'chqa go'sht harom, lekin Minecraftda emas. Xullas, nimasi ham bu Minecraft. Minecraftda professional edim, hozir emas lekin. Minecraft o'ynamay qo'ydim. Hozir Minecraft Schoolboy. O'ldim. Xo'sh, mana bu mening qishlog'im. Bu qishloqdir. Stop. Buni men hozir ovoz qo'yib dublyaj qilyapman. Men bitta mod mashina qo'yib oldim. O'ziga manaqa joylar quradigan nima bo'lo? O'ziga manaqa qarorgohini qilyapti. Bu mod ekanda, bu modga qo'shilib qoldi. Bu nimaga otmayapti-yu? Ursayotami bu? Ursayotgan ekanda bu, hozir o'lib qolaman. Biyolarning menga soliq to'lamagani uchun, ya'ni soliq degani menga open budjetga ovoz bermagani uchun portlatib. Voy-de. Hozirlar maktab boshlanadi. Men keyin kirib ketaman. O'zimga hozir men qurol olaman. Yotoq olamiz o'zimizga, uxlagani kech payt. Xo'sh, mana. O'shmiltodan olamiz, to'pponcha. Xo'sh, mana nima kerak endi bizga? Pichoq. Bu ham kerak bo'ladi bizga. Yo, qilich bunaqa lekin, ana qilich boshqacharoq. Men seni ko'ryapman. O'ldiraman men seni yomonda. Mashlardan bittasi qo'lda kirkasi ham yoshart baloylarda sindirib ketyapti-da, tosh baloylardi. Darada ham mashina qilib sindirib o'ziga chiqadigan joy qo'yapti, lekin uni men qilganim yo'q lekin rostdan. Ularning miyasi ishlaydi. Nega aynan telefonda boshladingiz desam, matrica o'z. Ya'ni Avazbek ham telefonda qilib, hozir 10 mingtadan ko'p obunachisi bor-da. Shunga men ham hech bo'lmasa bir 1000 tadan oshsam, juda ham yaxshi bo'lardi. Shunga nari qo'lga olsa ham bo'ladi. Xo'sh. Bizga boshqa narsa kerak emasmikan? Tanata olamiz, bomba. Bo'ldi, hech narsa kerak emas. Survivalga o'tamiz. Ekrani yaxshi ishlamay qolyapti. Qatib qolyapti. Ezil ishlamayapti, bolalar. Ishlamayapti, telefon qatib qoldi. Qatmayapti, ishlamayapti, mana ezayotganda. Ana ishladi. Miyasi bor ekan bu telefonda ham. Bu yerda galim yo'q, ya'ni temir, metallonni o'ldirib oldim. Metallon kerak emas bizga. Mashqishlarni portlatib berayim. Voy, bilos ishlamayapti. Kutish, okey degan narsalar. Okey desam chiqib ketib qolar ekan.
kelyapti onadadir. Mana senga qancha onzildiradi seni. Mana senga qochdim men. Yonib ketmaydigan doptoda bo'lmasam mazzolarida. Bu nimcha ko'p ajdarholari. Ketdim men. Yashamayli ekanda. Hop. Yaxshi. Otamiz. O'qimiz tugadi bizni. Tanatada qo'yamiz, portlatamiz, qochamiz. O'lib ket. Nimaga o'lmaydi-ye? Qochdik. Otamiz. Ot. Ovoz qo'yib o'tiribman. Bitta o'zim. Hozir 3tachami, 4tachami videoda dublyaj qilardim. Soatam bir 12 bo'lib qoldi. Birda boshlansa hozir kiyinsam bo'ldi. Maktabga ulg'aymanda. Kecham tushibdi. Minecraftda uxlab uyga kirib oldim, men ham boshqa uyga. O'q tugadi shekilli. To'pponchani ham o'q tugadi. Bitta shu miltig'im yetib qoldi xolos. Lekin miltig'da o'qib bormayman. Yaxshi-hamki. Unga o'q tushmaydigan nima? Men nima ekan bilmayman. 4-charda chiqqan ko'z. O'ygan ovqat. Non boru menda lekin bo'laveradi mayli shu ham. Uni o'ldiramiz. Mol ham kerak emas bizga. Bu orol kichkina ekan-chi nimagadir. Deyroqqa yursa, ona qishloqdan paydo bo'lib qolamiz.
Shularni ko'rib qolamiz. Uy, iti. Joni ko'p bo'ladi bunaqalarda. Avtomatda otish ham qiyin lekin-chi. Yaxshi ham o'zim bilan o'qib olganim, o'ldirishardi meni. O'shani o'lib qolmasak bo'ldi, o'lib qolmasak. Hozir bittasi yugurib kelsa kerak, ana keldi. Bu yugurib kelaverar ekan o'ziga. Tegdi. Tegmayapti-chi. Eshakni o'ldiramiz. Voy, anamga tegib ketdi. Kim otyapti? Ha, arbaletinga seni. O'lib ket. Voy, endi mana o'ldiraman endi meni. Yo'q. Hali bo'lmaslik kerak. Xo'sh, yo'q. Qochamiz.